Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilarimiz. Dog'liston xalqdagi zakazlarimiz ham kelib o'rnatdik bu yerda. Hop. Andijonda Qarag'ish tomoni Yorqishloqqa olib keldik. Bu yerga 5 dona ish, 2 dona olib o'rnatdik. Olib kirashimiz ham bo'lgan, xudosi. O'sha-o'shalarni ishida og'irligi hisobiga 5 tadan qo'yib berganmiz. Eshigimiz baland. Videoda ko'p paketlarga o'xshab turishi mumkin. Misol uchun mana turchi. Zamoda oldida ko'p ko'rsatlar bo'ladi. Shu qanchalik balandligini. Bularning narxlarini 1 kvadrat metrni 1.5 million qilib chiroyli qilib kelib o'rnatib berganmiz. Kirashinli bo'ladi. Oynasi zamoga vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish osha-moshalari zamoglari ham dog'lasi. Mexanizm bo'ladi, dog'lasi. Ochib yopishlari ham o'ta ideal chiqqan. Chiqmayaptimi bu? Rahmat katta bolalar, Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Charchamanglar. Kulkan kullanışlar benim. Kilolarınız 99'u 400, 14 gün.